Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetining müdiri Shavkat Emin Şinjanning muqimligi va taraqqiyotida qo'lga keltirilgan g'oyat zo'r muvaffaqiyatlar Pompeoning bo'kdan chaplab qora suvishini hargiz sig'dira olmaydi nomli imzoliq maqola e'lon qildi. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Pompeo yaqında Şinjanning gullangan taraqqiy qilganligidek obyektiv paketni xalqaro ahdinomidagi aniqlama belgilamalarini xalqaro jamiyatning Şinjanga bergan ijobiy bahosiga ko'z yumib, quruqdan quruq yolg'on uchurlarni o'ydirib chiqarib, Şinjang Uyg'ur musulmonlar va boshqa osonliq millatlarga qarta irqiy quritish va insoniyatga qarshi turish jinoyati o'tkazdi deb tuhmat qildi. Pompeoning zaharxandalik bilan ayblashi xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezonlarga ig'ir xiloflik qilganlik, Jungoning ichki ishlariga ig'ir darajada aralashganlik, Şinjangdagi har millat xalqining hissiyatiga qattiq azor berganlik. Şinjangdagi har millat xalqi buningga qat'iy ma'qul bo'lmaydi, kuchlik ayblaydi, qat'iy qarshi turdi. Pompeo azaldan yolg'onchilik qilish, aldamchilik qilish, o'g'irlashni sharaf deb bildi. Taraf-tarafda o't quyruqlik qilib, zo'mgarlik qildi. Pompeo taxtdan tushishning oldida o'z manfaatini ko'zlab g'olchirlik bilan Şinjanga hujum qildi va qora suvidi. Uning hayyarlarcha razillik bilan to'kmat qilishi, aralashishi, buzg'unchilik qilishi, Şinjangni o'zi qurgan qiltaqqa so'rab kirish, xalqaro ommaviy fikrni o'zining chambarkiga so'rab kirish, Şinjangning ishlarini Jungoning ichki ishlariga aralashishidagi quroliga aylantirish uchundir. Pompeo to'qib chiqqan Şinjanga doir safsatalar ko'p qatim bir-birlab echib tashlangan. Uning shaxsiy inovati allaqachon yer bilan yaksan bo'lgan. Uning so'z harakatlari yolg'onchilik diplomatiyasini oxirgacha davomlashtirishdagi oxirgi payt g'oljirligini dunyo ahliga yana bir qatim ichib berdi. Şinjangning muqim gullangan cho'ng yaxshi vaziyati Pompeoning bo'kdan chaplab qora suvishini hargiz sig'dirolmaydi. Yaqinqi yillardan buyon Şinjang qonunchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, xalq hammadan a'lo degan ideyada har millat xalqining birdek barobar bo'lishida ching turdi. Terrorlikqa qarshi turish asabiylikni tugutish xizmatini qonun bo'yicha olg'a siljitib, Şinjangning ijtimoiy muqimligini qonun bo'yicha qo'g'didi. ilgari keyin bo'lib Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining Junxo Xalq Jumhuriyatining terrorizmga qarshi turish qonunini yo'lga qo'yish chorasi, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining asabiylikni tugutish nizomi, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining din ishlari nizomi, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyot xizmati nizomi, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining til yoziq xizmati nizomi, Şinjang Uyg'ur avtonom rayonining nopis va planliq tug'ut nizomi qatorliq bir qator yerlik nizomlarni tuzib va tuzitish kirgizib, turli xizmatlarning boshdan oxir qonunchilik yo'lida ishlanishiga kafolatlik qildi. O'tgan bir mezgilda zo'ravonlik, terrorlik qilmishlari orqa-orqadan ko'p yuz berishda kaskin murakkab vaziyatda Şinjang xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish tajribalaridan o'rnak olib va uni qabul qilib, masalalarni qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usuli bilan hal qilib, bir qo'lda zarba berishni, bir qo'lda oldini olishni ching tutib, ham zo'ravonlik, terrorlik jinoyatiga qonun bo'yicha zarba berib, ham manbadan tuzlashga ahamiyat berib, har millat ommasining yashash huquqi, taraqqiyot huquqi qatorliq asosiy kishilik huquqini eng zo'r darajada kafolatlantirdi. Navbatda Şinjangda uda 4 yildan ko'proq vaqtdan buyon zo'ravonlik, terrorlik delosi yuz bermadi. Bu har millat ommasining uzun yillardan buyongi tinch amonlik, muqimlikqa bo'lgan intilishi va umidiga uyg'un. Şinjang emgakchilarning huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dab, Junxo Xalq Jumhuriyatining emgak qonuni qatorli qonun belgilimlariga qattiq asoslanib, barcha amallar bilan har millat emgakchilarga ishga o'rinlashish fursati yaratib berib, har millat emgakchilarining turli huquq manfaatini kafolatlantirdi. Şinjang planliq tug'ut siyosatini qonun bo'yicha yo'lga qo'ydi. Şinjangning umumiy nupusi sijil ko'paydi. Jumladan asonliq millatlar nupusining, Uyg'urlar nupusining ko'payish nisbati Xanzular nupusining ko'payish nisbatidan yuqori bo'ldi. Şinjang milliy rayon avtonomiyasi tuzumini qonun bo'yicha yo'lga qo'yib, har millat xalqining davlat ishlarini boshqarishga barobar qatnashish huquqini kafolatlantirdi. Asonliq millatlarning urf-odatiga to'liq hurmat qildi. Millatlarning munavvar an'anaviy madaniyatini qonun bo'yicha qo'g'didi, varislik qildi va avjaldirdi. Har qaysi millatlarning o'z millatining til yoziqini ishlatish va taraqqiy qildirish huquqini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Har millat xalqi anarning tonisidek zich uyushdi. Şinjang diniy e'tiqod erkinligini qonun bo'yicha kafolatlantirib, dinga e'tiqod qiladigan ommaning normal diniy faoliyati va din ehtiyojini to'liqlantirib, diniy faoliyat so'rovlari va diniy faoliyat sharoitini yaxshilashiga yordam berdi. Dinga e'tiqod qiladigan ommaning diniy bilimlarini egallash yo'llarini uzluksiz kengaytdi. Islom diniga sog'lom, tartiblik varislik qilindi. Paket munozirdan ustun, haqqoniyat kishilar qalbida. Partiya Markaziy komitetining kuchli rahbarligida Şinjangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotida va xalq turmushini yaxshilashda mislsiz muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz kuchaydi.
iqtisodiy taraqqiyot sijil yaxshilandi. Ul asliha uzluksiz mukammallashdi. Islohot echivetish texmi cho'nqirlashdi. Yepak yo'li iqtisod balvig'i yadroliq rayoni qurilishi keng va cho'nqir olg'a siljitildi. 2014 yilidan 2019 yilgacha Şinjanning rayon ishlab chiqarish umumiy qiymati 919 milliard 590 million yuandan eshib 1 trillion 359 milliard 710 million yuanga yetib, yiliga 7,2%. Odatdagi ommaviy xamchut kirimi 128 milliard 230 million yuandan eshib 157 milliard 760 million yuanga yetib, yiliga 5,7% oshdi. 2019 yılı dövlət işçi sırtıdan 200 milyon adam qitim sayahatçı kütüvilindi. Her millet amısının turmuşu körünərlik yaxşılandı. 2014 yılıdan 2019 yılıgacha Şinjan ahalilərinin ilgideki kişi beşi kirimi yılıga 9,1% aşdı. Yezilarda 1 milyon 690 min yürüşdən artıq əmin öy, şəhər bazarlarda 1 milyon 560 min yürüşdən artıq kapalatlik öy silindi. 10 milyondan artıq amma yeni öyge köçüp girdi. Şəhər yezlərinin asasi ammavi mülazimət səviyyəsi üzüksüz ösdi. İctimai kapalat sistemisi künsiri mükemmelləşdi. Umumi xalq salamatligini haqsız təkşürüş yolğa qoyuldu. Dehqançılıq, çarvıcılıq rayonlarının davalanish əslihəsi şəraiti körünərlik yaxşılandı. Yezi bazarlıq doktorxana və kent şifaxanalarının ölçəmləşdiriliş nisbeti 100%-ke, ahalilərinin asası davalanish sığırtısıға qatnashish nisbeti 99,7%-ke yetdi. Cəmi 3 milyon 64 min 900 adam namratlıqdan qutuldu. 3666 namrat kent namratlıqdan çekindirildi. 32 namrat nahiye namratlı qalpıqını ilib taşladı. 2'den g'am qildirmaslik 3'te kapalatlendirish umumyüzlik ish qaçdı. Mutlaq namratlık ve Janubiy Şinjandagi 3 viloyat bir oblastda bir bütün namratlık asosiy jihatdan tugatildi. Namratlıqdan qutuldirish o'tkilik hujum qilishda hal qilg'ish g'alaba qo'lga keltirildi. Növətdə Şinjanda cəmiyyət muqim, xalq xotirjam yashab xushal xoram ishlaydigan yaxshi vaziyat barliqqa kelib, abadiy aminlikka yurish qilishga puxta ul silindi. 2018 yılı 12 aydan buyon 100 necha davlatning diplomatiya amaldori, muxbirlari va diniy tashkilot vakillaridan bo'lib 1200 dan ortiq kishi Şinjanga ziyoratga kelib, Şinjangning tinch osoyishtligi, har qaysi millatlarning ittifoq inoqligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ko'p sondagilari obyektiv, haqqoniy baho berib va xabar qildi. Bu xalqaradagi nurg'un davlat va huquqmishliq zotlarning to'liq muayyanlashtirishi va olqishiga erishdi. Har qanday yolg'on yavidoq so'z Şinjang kishilik huquq ishlarining taraqqiyot paketini yo'qqa chiqarolmaydi. Har qanday bo'xton Şinjangdagi har millat xalqining ittifoqlashib jasorat bilan ilgarilash qadamini to'sib qololmaydi. Har qanday tuhmat Şinjangning taraqqiy qilish, gullanish musofasiga daxl qilolmaydi. Pompeoning Şinjang to'g'risidagi zaharli hujumi dunyoni oldayamaydi. Jungoga qora suvi yanmaydi. Tarixning axlat tövisiga jazman supirib tashlanadi.